Aytishlaricha, bugun mamlakatga hamma gapirayotgan koreyalik ovchilar kelar ekan. O'sha ovchimi? Ko'rinishidan o'zi ham shu edi ekan. Balkim u bilan salomlasharmiz. Har holda kuchli ovchilar bilan muloqotda bo'lish kerak. Nima bo'ldi? Fikringdan qaytib qoldingmi? Buni ko'rdingmi? Nimani? U o'z jangchilarini boshqa joydan chaqirish o'rniga o'zi bilan birga yuribdimi? Bu odam oddiygina S darajali ovchi emas. Nimadir bo'ldimi? Bitta chet ellik meni kuzatib turibdi. Hech qisi yo'q, Sonjinvo. Unga e'tibor bermang. Eng qizig'i, nega boshliq Chixol bu yerda? Menga ovchi sonni qo'riqlash buyurildi. Nima dedingiz? Xo'sh. Qo'riqlash buyurildi. Biz sizni kutgan edik, janob Song. Iltimos, biz bilan yuring. Lekin mening sheriklarim-chi? Albatta, sizdan boshqa hammani mehmonxonaga joylashtiramiz. Iltimos, siz biz bilan bir joyga borishingiz kerak.